Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar informatsion dasturi, studiyada Jasurjon Devxonov. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi O'z arxiv agentligi tomonidan matbuot anjumani o'tkazildi. Milliy matbuot markazida o'tkazilgan tadbirda arxiv sohasini raqamlashtirish, fuqarolarga xizmat ko'rsatish, normativ baza yaratish, xalqaro hamkorlik va davlat nazorati yo'nalishlarida erishilgan asosiy natijalar haqida ma'lumot berildi. O'z arxiv agentligi direktori o'rinbosari Sherzod Sodiqov intervyusi. Arxivlarda bugungi kun holatida eng muhim yo'nalishlardan biri bu arxiv hujjatlarini raqamlashtirish vazifasi. Bunga alohida e'tibor qaratib kelinadi. Hisobot davrida arxivlar tomonidan 99 mingdan yuqori saqlov birligida yoki 12.800.000 ga yaqin kadrdagi arxiv hujjatlari elektron nusxasi yaratilishga erishildi. Bu umumiy ko'rsatkichni oladigan bo'lsak, demak 1,2 million saqlov birligidan yuqori yoki 95 million kadrga yaqin arxiv hujjatlarini elektron nusxasiga erishishga yetkazildi. Albatta, arxiv hujjatlarini elektron nusxasini yaratish bilan ish bitmaydi. Mazkur hujjatlarni tadqiqotchilar yoki foydalanuvchilar uchun, demak, yaratilgan o'sha yagona saqlovni ta'minlash uchun mo'ljallangan axborot tizimi bor. Archive.uz axborot tizimi. Mazkur axborot tizimiga davlat arxivlari tomonidan bu elektron nusxalar bo'yicha meta ma'lumotlarni kiritib borish vazifasi alohida muhim hisoblanadi. Bu foydalanuvchilarga hujjatlardan foydalanish, ulardan qidirib topish imkoniyatini qulaylashtiradi va mazkur tizimga 999 mingdan ortiq meta ma'lumot, arxiv hujjatlari bo'yicha meta ma'lumotlar kiritilgan. Bu o'z navbatida tizimda jami 1,4 milliondan ziyod arxiv hujjatlari bo'yicha ma'lumotlar bazasini shakllantirishga erishildi.